Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun sizga vaqtingiz va naqdingizni tejaydigan zo'r retsept bilan bo'lishib o'tmoqchiman. Mol go'shti qiymamizni ustiga 4 ta piyozni katta-katta qilib parray to'rab olganimizdan so'ng ziravorlardan solib, suv, yog' ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Qancha ko'p ishlov bersak, pishib chiqqanida shuncha suvlar seldek bo'lib turadi. Endi esa dunyodagi eng oson somsa xamirini tayyorlaymiz. 1 piyola suv, 1 qoshiq tuz va yog' solib qattiqqina xamir tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ikkiga bo'lib, birini katta, birini kichkina. Katta qismini yoyib, ustiga nachinkamizni solamiz, kichkinasini ham yoyib, uni ustiga qo'yib, chiroyli qilib tugib olamiz. Ustiga tuxum sarig'iga kefir aralashtirib, kunjut sepib, 180 gradusda 30 minutda pishirib olamiz. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Ortib qolgan nachinkani uvol qilmaymiz. Blenderga solib, bir rulga aylantiramiz. Tayyor bo'lgan nachinkani qo'limizni ho'llab cho'plarga joylashtirib olamiz. Agar sizda maxsus cho'plar bo'lmasa, shunchaki oddiy dumaloq shakllarni berib, lesga terib chiqishni o'zi kifoya. Duxovkani eng baland gradusida 10 minutga pishirib olamiz. Voila, tayyor. Ustidan limonlarni qisib solish esingizdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha.